приехал сюда работать. Не приехал сюда работать. Мигрантам без работы аннулируют трудовые патенты. Русский язык? Да, экзамен сдавали. Да. И как сдали? Купили? Да. 2025-yilda 1.800.000 ta o'zbekistonlik chet elga chiqib ketgan ish uchun. Eng ko'pi bu Rossiyaga. Sabab oddiy. Ish kam, pul kerak, oila boqish kerak, to'y qilish kerak, kontrakt to'lash kerak. Asosiy muammo bu bizning vatandoshlarimiz chet elga chiqib u davlatning qo'yin-qoidalarini bilmaydi. 25-yilning 11 oy ichida Rossiyada 54.000 ta migrantlar deport bo'lgan. Ko'p odamlar bitta xato qiladi. Qonunni bilmaydi. Hujjatni vaqtida topshirmaydi. Shuning uchun shunaqa problemalar bo'ladi. U davlatga chiqishdan oldin u davlatning qonun qoidasini o'rganib chiqish kerak. Rossiyaning qo'yin qoidasini bilib, deport bo'lmasligi uchun mening kanalimga obuna bo'ling. Mening ismim Ashraf.